shogirdlarim ham ginekologlar ham mana yaqinda Bakuga borib keldim. Bakuga borib kelganda ham kongressda o'zbekistonlik doktorlar oldimga kelishdi. Muborakalla, sizni juda ham yaxshi bilamiz. Siz to'g'risida juda ko'p yaxshi narsalar eshitganmiz. Malaka oshirish kafedrasida vrachlikka dars bergansiz. Juda yaxshi ko'p yengilliklar kiritgansiz. Birinchi klinikani Toshkentda o'zingiz ochgansiz. Qanaqa davolayapsiz? Gormonsiz qanaqa bepushtlikni davolayapsiz? Ekosiz qanaqa davolayapsiz? O'rgatishingiz kerak ekan, Muborakalla. Da, shunaqa qanaqa yondoshishim to'g'risida bularga hammasiga albatta qiziq bo'ldi. Mana siz hozir men to'g'rimda qisqacha ma'lumot berdingiz. Men lekin ichimdagi bilimlarim shu darajada ko'pki, prosta oxirgi paytda chet elga chiqib ketgan bo'lganim uchun onlayn o'zimni oldingi bemorlarimni davolab yurib qarasam, xatoliklar ko'payib ketyapti-da. Nima qilishyapti bular deb oxiri keyin kanal ochdim, Instagram yurishga boshladim va foydali bo'lgan materiallarni qo'yishga boshladim. Xo'p, Diyoraxon, tamom, qizlar. Aytamiz, masala. Berkib qolmanglar. Bizning mavzuyimiz spiral. Bizning mavzuyimiz spiral. Ya'ni mana shu 20-yil o'zimni Telegram kanalimni ochganda birinchi kun qo'yganman shu mavzuni. Birinchi kun spiral to'g'risida qo'yganman. Hamma hayratlanib qolgan. O'sha 20-yil Coviddan keyin shu kanalimni ochdimda, birinchi kun qo'ygan mavzum spiral bu mini abort degan. Qaysi tilda Google ga yozasizlarmi, ChatGPT ga yozasizlarmi, spiral nima deb yozinglar, hamma yoqda abort qiluvchi vosita bo'lib chiqadi. ChatGPT ham aldashni boshladi, lekin o'sha farm kompaniyalar unga ham pul tikishdi. ChatGPT kechirib qo'yasizlar. Uni o'zingizga doktor yoki ustoz qilib olmanglar. Erta faqat noto'g'ri informatsiya. Hattoki men uni kuni sinab ko'rib bitta bemorimga aytdim. Men hozir mana shu narsani yozaman-da, senga uni javobini tashlab beraman dedim. Uchi oxiri tan berib menga aytdiki, "Men vrach emasman" dedi. Bu masalada vrachga murojaat qilgin dedi. Qizlar, o'zingizlar ahamiyat beringlar. Nima qilsam bo'ladimi? Uzoqlashtirmayman. O'zingizlar ahamiyat beringlar. Sun'iy intellekt deyapti. Sun'iy. Shuning uchun u sun'iy hech qachon odamni o'rnini bosa olmaydi. Ayniqsa tajribaga, juda ham katta tajribaga ega bo'lgan gрамотный vrach o'rnini bu ChatGPT ham boshqasi ham anu Xitoy anaqasi nima edi, тоже intellekti, sun'iy intellekti, u ham hech qaysi bosa olmaydi. Elon Musk ham bosa olmaydi. Spiralni mini abortligini qanaqa tushuntirib bera olasiz? Mana men hozirga xuddi shu narsaniga to'xtalaman. Mana men ish faoliyatimni o'tgan asr 1982-83-yildan boshlagan bo'lsam, shunaqa ko'p abort bo'lardiki, ayollar abortga kelishardi. Bitta ayol o'z hayoti davomida 30 talab, 40 talab abort qilib tashlashardi. Shunaqa achinarli holat edi. Spiral paydo bo'lganda bizni doktorlar, vrachlar, ayniqsa ginekologlar xursand bo'lib ketdik-da, yechim topildi dedik. Voy, mana podrяд hammaga spiral qo'yishga boshladik. Spiral ham u paytda mamliqi plastmassaviy, mnogorazовый spiral edi. Uni bir necha marta qo'ysa bo'lardi. U ko'pertaylarga, kalsiyolarga o'xshagan spiral emas edi. Uni olib spirtga qo'yib, solib qo'yib, boshqa kasal kelsa boshqasiga sovoraverardik. Mana shu darajada qo'llaganmiz. Xursand bo'ldik, men ham xursand bo'ldim. Hamma vrachlar o'ziga spiral qo'yib olishdi, ishoninglar. Hamma xursand, voy zo'r narsa ekan. Nima bo'ldi? Men kuzatuvchiman. Men hech qachon bir narsani qilib qo'yib tashlab qo'ymayman o'z holiga. Men juda ham kuzatishni, bemorlarimning shikoyatiga ahamiyat beradigan doktorman. Kela boshlashdi bemorlarim. Rangi siniqqan, qanaqadir so'lib qolgan boyagi bemorlarim, hayzi ko'proq ketayotgani, kelganda og'riq bo'layotgani, yaqinli paytda og'riq bo'layotgani, mana shunaqa shikoyatlarga ahamiyat berishga boshladim. Va oyma-oy hayzi qanaqa bo'layapti? Oyma-oy boyagi ayolning holati nima bo'layapti? Kuzatishga boshladim. U paytda hali UZI apparatlar yo'q edi. Keyin bir yil yurdi, spiralda masalan bir bemor spiralini oluvdim, menstruatsiyasini kuni kamayib ketdi. Keyin bo'yda bo'lmayotibdi, qarasam. 5 oy o'tdi, 6 oy o'tdi. Ha, demak, spiral dedim, ikkilamchi bepushtlikka olib kelyapti. Qanaqa qilib? Chunki spiral bu yot jism bo'lgani uchun ayol kishining ichida, bachadonning ichida turganda, bachadon uni chiqarib yuborishga harakat qiladi. Chunki bizning immun tizimimiz, men immunologman, immun tizimimiz bizning organizmimizga kirgan любой narsani, u bitta kichkina zarracha bo'lsin, ko'zingizga kirsa, to uchib ketmaguncha ko'zingiz ichidan immun tizim kurashib, ko'zingizni yoshlantirib chiqarib yuboradi. Burningizga kirsa, aksiras, tomoq yo'lingizga kirib ketsa, yo'talasiz. Xullas, o'sha narsani chiqarib yuborishga harakat qiladi. Ko'zimizga kirsa ham bo'zarib ketadi. Da, ko'z o'zini himoya qilishga boshlaydi.
organizm kirgan любой narsani immunitet tashqariga itarib tashlashga harakat qiladi. Chunki yot jism. Endi faraz qilinglar. Boy ko'zingizga kirgan zarracha qayerda-yu, spiral qayerda? Bitta barmog'ingiz yarmicha keladigan asbob, bir metalldan, plastmassadan iborat narsa. Shuni bachadon ichiga tiqib qo'yildi. Ko'zingizga qaraganingizda kichkinagina narsa bo'lib ko'rinar. Barligi. Lekin u bachadon ichida turganda, bachadon ichida yara paydo bo'ladi. Og'zingizda biror bir konfet yoki jvachkani ma'lum bir muddat chaynamasdan qolib ketsa, lunjinglarni shilinib ketadi, to'g'rimi? Men shu narsaga amin bo'ldimki, bachadon ichida ham раневая поверхность paydo bo'lar ekan. Ya'ni yara paydo bo'ladi. Qanaqadir bilinmaydigan, sizlarga sezilmaydigan, lekin gastroskop apparati chiqqandan keyin bachadon ichi ko'rilganda, bachadon ichida spirali sinib qolgani, bachadon ichida senchilib qolgani, bachadon ichida mana shu spiral turgan joy biroz yara bo'lib qolgani, mana shunaqa narsalarni ko'rasizlar. Biz buni ko'rishga boshladik. Bu keyin o'sha spiral paydo bo'lgandan keyin 20-30 yildan keyingi bo'layotgan hodisalar. Lekin birinchi boshidagi yillarda ayollarning rangi siniqib ketadi nimaga? Menstruatsiya ko'p ketadi. Ko'p ketgandan keyin ayol kishi eng kerakli bo'lgan, organizmga muhim bo'lgan oqsilni yo'qotadi. Oqsil bu nima? Bu kollagen. Oqsil bu nima? Ferritin. Ferritin bu depo железа. Ferritin juda katta oqsilki, uni ichida hamma железо, temir, ya'ni gemoglobinga javobgar bo'lgan temir bor. Shu temirga javobgar bo'lgan ferritin kamayib ketyapti. Umumiy oqsil tushib ketyapti, chunki ko'p qon yo'qotgani uchun. Ayol kishining rangi siniqishga boshlaydi. Hali ferritin tushib ketgandan keyin samo soboy hamma yoqqa kislorod dostavka buziladi. Kislorod dostavka buzilgandan keyin albatta hamma eng muhim bo'lgan organlar, yurak, jigar, buyraklar, tuxumdonlar, boqoq bezi hammasi stress qilishga boshlaydi. Ferritinni kam ayollarda boqoq bezi faoliyati buziladi. Boqoq bezi buzilgandan keyin boqoq bezi eng muhim dirijor, gormonlarning dirijori hisoblanadi. Mana sizlar xohlayapsizlar-da shu spiralni qanaqa endokrinologiyaga aloqasi bor? Nima qilar ekan, nima zarar etar ekan degan savollar. Men o'zim qancha marta spiralni yomonlab chiqsam, qancha Instagramda gapirsam, YouTube'da gapirsam, meni urishib tashlashyapti. Bittasi yozibdi ani kuni bitta ayol kishi. Bekorlarni aytibsiz. Men shuncha yillarni spiral ko'tarib yurman, maza qilyapman. Tamam. Men unga hech narsa demayman bunaqa ayollarga. Tengi ham kelmayman. Prosta keyingi отдаленный rezultatini bilmaydi bu ayol kishi. Ertaga bunda endometrioz chiqadimi yo jim o'tirgan biror bir rak kasalligi chiqadimi? Spiral paydo bo'lgandan keyin ayollarda kista, mioma, endometrioz, rak kasalliklari juda ham ko'payib ketdi. Bepishlik. Uchiga chiqib ketdi. Gormonal buzilishlar, qonni kamayib ketishi, u qoni kam ayoldan qanaqa sog'lom bola tug'iladi. Men bu yoqdan spiral olaman, bu yoqdan qat bo'lib qovuraman. Bunaqa ayollar hozir juda ham kamayib ketdi. Hozirgi ayollar sizlar buni ekologiyaga yoki yomon ovqatlanayotganinglarga hadeb to'nkamanglar. Sizlar noto'g'ri saqlanayotganinglarga, qaysi yo'l bilan saqlanayotganinglarga ahamiyat beringlar. Mana shu spiralni mini abort ekanligini men 100 martalab sizlarga tasdiqlab bera olaman. Chunki ayol kishi normal menstruatsiya ko'rib yuradi, spiral qo'ygandan keyin 2-3 oyda bir marta birdan sharillab ko'p qon ketib qoladi. 1-2 kun zadержка bo'ladi, ba'zan bo'lmaydi. Birdan sharillab ko'p qon ketib qoladi, ichidan ipir bir narsalar tushgandek bo'ladi. Mana shu paytda aynan mini abort bo'ladi. Chunki spiral spermatozoidlarni ushlab qola olmaydi. Spiral tuxumdonlarda bo'layotgan ovulyatsiyani podavlyatsiya qilmaydi. Follikulogenez ketaveradi, ovulyatsiya bo'laveradi, tuxum hujayra chiqadi, spermatozoid tuxum hujayraga yetib boradi, оплодотворение bo'ladi, urchiydi ya'ni va u bachadon ichiga keladi-da, boyagi spiral, boyagi kelgan embrionni o'rnashishiga mana shunaqa xalaqit qiladi. Mana. Chunki bachadon постоянно qisqarib turadi, spiralni tashqariga chiqarib yuborish uchun. U har bir qisqarganda tuxumdonlar, gormon kerak ekan dedi, rost vыброс gormoni bo'ladi. O'zi estrogenlar tuxumdonlarda menstrualniy siklning birinchi fazasida aktivniroq chiqadi.
Progesteron ikkinchi fazada ko'proq chiqadi. Bu hozir boyagi tuxumdon muntazam 7-24 qisqarib turgani uchun, tuxumdonlar muntazam jenskiy gormonlarni ishlab chiqarayotgani uchun nima bo'ladi? Gipofiz ulgurmaydi miyadagi. Gipofiz mana bu yerda joylashgan. U ulgurmaydi yetkazib berishga gormonni. Nima paydo bo'ladi? Gipogonatrop yetishmovchilik paydo bo'ladi. Tuxumdon yetarli miqdorda gormon chiqarib bera olmayapti. Chunki u kuchanib ishladi va avvaliga ayol kishi qarasanglar biror to'lishgandek bo'ladi, keyin ozib ketadi. Terilari qurib, mayda ajinlar paydo bo'lib, asabiy bo'lib, kechasi yaxshi uxlolmay, miya toliqib, chunki miyaga ham kislorod yaxshi yetib bormaydi. Ko'p qon yo'qotyapti ayol kishi. Ba'zi bir ayollar aytishi mumkin, menda ko'p qon ketish bo'lmaydi. Bu tarafi ham bor. Menda ko'p qon ketish bo'lmaydi. Nimaga? Chunki o'zi uni tuxumdonida zapas ekan. Chunki uni o'zi gemoglobini past. Ishoninglar, bu ayollarni tekshirilganda shunaqa bir achinarli holatlar kelib chiqadiki, shu bir yopishib olishadi spiralga. Kecha 50 yoshar ayolga konsultatsiya qildim. 50 yoshida spiral ko'tarib yuribdi. 5 yildan bir qon ketar ekan. 5 yildan beri doktor aytar ekanki, spiralingiz zo'r turibdi. Spiraldan qon ketmayapti. Kuchli og'riq, men aytdim, qarang, 15-22 kun davomida qon ketar ekan har oyda dedim. Siz spiralni nimaga ko'tarib yuribsiz? Saqlanish uchunmi? Qanaqa yotyapsiz 15-20 kunlab qon ketsa? Qachon yotyapsiz dedim. Nima bo'lyapti dedim. Bilmasam, doktorimga chiqsam yaxshi turibdi deydi, olmaydi deydi. Mana achinarli holatda. Bitta doktor olmaydi desa, ikkinchisiga chiq, uchinchisiga chiq. Solishtiringlar. Hozir imkoniyatinglar bor solishtirishga, boshqa doktorlarga borishga. Mana sizlarga kichkinagina mexanizmini aytib berdim-da. Vnimatishning qanaqa ko'payib ketganini bilasizlarmi? Eshitaman Diyoraxon. Qarang, hozir juda ko'p fikrlar aytadi ginekologlar. Mana bitta ginekolog prosta aytayotdilar, juda hozir bilmayman, eshitilyaptimi? Hormonal spirallar bachadon bo'yniga qo'yilgandan keyin bachadon bo'yinidagi shirinlik qavatni qalinlashtirishi natijasida spermani bachadonchaga kiritishini oldini oladi. Kuper esa o'zidan spetsialniy shunaqa modda ishlab chiqarib, spermani o'ldiradi yoki aktivligini, harakatini kamaytiradi. Shuni hisobida sizda homiladorlik yuz bermaydi. Hech qanday abort va homiladorlik emas. Homiladorlik kuzatilgan natijasida ham u hech qanday abort qilmaydi. Ya'ni homila implantatsiya bo'lib, spiral bilan birga rivojlanib boraveradi. Aytmoqchimanki, boshqa ginekologlar nega buni aks fikrini bildirishyapti? Yoki qimmat spiral mirenalar haqida ikkinchi savolim bor. Ularni nima deysiz? Mana bularda ham yozishdi, qimmat spirallarcha. Hozir men mirena ustida alohida to'xtalib o'tmoqchiman. Oddiy spiral to'g'risida gapirdim. Ya'ni o'sha archaga o'xshagan multiloid deyiladi, Kuperta T-образный spiral, dumaloq spiral, kalsivitniy spirallar bor. Mana shu spirallarni hozirgi ayollar men kumushini qo'ydirdim, tillaligini qo'ydirdim, metligini qo'ydirdim, yaxshisini qo'ymayman, aytamanki, birlantam bo'lmaydimi qo'ygan spiralingiz? U yot jism-ku. U чужеродный faktor-ku deb aytaman-da. Bu birinchidan. Ikkinchidan, mirena spiral to'g'risida gaplashsak. Mirena spiral O'zbekistonga kirib kelgan minutidan o'sha kompaniya menga kelib taklif qilgan. Chunki men juda ham katta lider bo'lganman. O'zbekistonda ishlab yurgan paytimda aytishim hojati yo'q, juda ham katta ochiq bo'lardi menga kirishga. Shunda hamma farm kompaniyalarni anaqa menga kelishardi. Mana dorim yurg'iz bering, uni bunaqa qilib bering. Xuddi shunga o'xshab mirenani kirgizayotgan paytda 15 ta specialist tayyorlangan respublikadan. Shu 15 ta specialistni birinchisi menman. Bu bo'limni shunga o'qitamiz, mana shuni yozasiz, siz bonus olasiz. Men bu spiral menga nimasi bilan yoqdi? Mana hozir siz profilda qo'ygan doktor aytibdi, spermatozoidlarni обезвредить qiladi, o'sha sheyishniy slizi sostavini o'zgartiradi. Chunki mirenani tarkibida konteyner bor. Konteyner ichida levonorgestrel degan gormon bor. Mana shu gormon muntazam qonga chiqib turgani sababli tuxumdonlarda ovulyatsiyani podavlyatsiya qiladi. Ya'ni ovulyatsiya deyarli bo'lmaydi. Bu 100% saqlaydi degani emas. Deyarli ovulyatsiya bo'lmaydi va ovulyatsiya bo'lmagandan tashqari spermatozoid qisman kira olmaydi. Bachadon ichiga to'liq emas, 100% emas. Va yana mabodo homila bo'lib qolsa, boyagi spiral mexanический xalaqit qilib homilani bachadon ichiga o'rnatishiga yo'l qo'ymaydi. Mana mirenaning afzallik tarafi. Lekin esingizda bo'lsin, mirena bu gormonal spiral. Bu tarkibida juda ham katta miqdorda levonorgestrel bor. Bu progesteron variantga kiradigan gormonlar hisoblanadi va ayol kishini
yanada qarib ketishiga sabab bo'ladi. Yanada gormonal buzilishga, gipofiza faoliyati buzilishiga, terini qarib ketishiga, qurib ketishiga, bepishlikka olib keladi va hattoki ayollarda juda ham erta 35, 34, 38 yoshda to'liq qon to'xtab qolishiga olib keladi. Klimaks. 38 yoshda klimaks deyilmaydi. 38, 40, 42 yoshgacha klimaks deyilmaydi. Yaqindagina bitta juda ham taniqli nutritsiolog, kardiolog bor Rossiyadan. Ozgina sporiz qildim shu doktor bilan. Konsultatsiyasi $500 o'sha doktorni. 25 yoshda bitta ayolga konsultatsiya qildim. Unda dedi klimaks paydo bo'libdi dedi. 25 yoshda. Aytdim 25 yoshda klimaks deyilmaydi, amenorreya deyiladi dedim. Amenorreya deysan dedim. Yo'q, unaqa dedim, uni talashdim hammadan, oxiri keyin meni bloklab chiqib ketdi. Shuning uchun qizlar, masalan, chiqib olib bir narsalarni aqllilik qilib gapirayotgan bo'lsa, doktorlar o'shalar hammasi zo'r emas. Ishoninglar menga, men chunki o'zimni 40 yillik tajribamga suyanib aytyapman. Mana shu migrena to'g'risida boshladim. Migrenani oxiri aytganmanki, migrena zarar ekan. 1 yildan keyin kontraktni uzganman. Yo'q, menga pulingiz ham kerak emas. Ishlamayman, men ayollarni organizmiga zarar keltiryapti bu spiral. Hattoki leykoplakiyaga olib kelyapti. Leykoplakiya bu osti qichishga boshlaydi ayollarni. Qichishga boshlaganda bu narsani ko'pchilik молочница deb o'ylaydi. Молочница emas, bu gormon yetishmagani sababli ularda osti qichishga boshlaydi va leykoplakiya kasalligi kelib chiqadi. Leykoplakiya bu predrak. Spiral ko'tarib yurgan ayollarni juda ham ko'pchiligida sistit bo'ladi va bu sistitni ko'pchilik sho'malab qoldim, erimdan yuqdi, yana bir narsa yo'q. O'sha spiral sababli, chunki женский gormon kamayib ketgani uchun siydik yo'llarida slizdir qurib ketadi. Женский gormon kamayib ketgani uchun siydik yo'llari qurib ketadi. Siydik yo'llarida ham leykoplakiya bo'ladi. Siydik yo'llarida atrofiический sistit bo'ladi. Menda 73 ga chiqqan bir ayol kishi yosh paytimda kelib 23 yil sistitdan tuzala olmagan ayol kishi kelgan. Yosh edim o paytda. Voy bujon, sizni bu sistitiz bu urologlarning ishi emas. Buni gormonalniy deb bor yo'g'i bitta maz yozib berganman. Shu ayol kishi bechora tuzalib ketganlar. Shu 23 yil bormagan urologi qolmagan. Yo'q, sizda bu sistit shamollashdan emas xolajon deganman-da. Prosta 1 yilda 6 oyda bir kelib o'tirib mana duo qilib ketardilar. Mana prost diagnoz qo'yishni bilish kerak. Shu hozirgi kundagi sizlar yopishib olgan spiral, migrena bo'lsin, boshqa bo'lsin, men qarshiman. Chunki spiral ayol kishining organizmi uchun 100% zarar. Unda nega ginekologlar 100% rakdan himoyalaydi? Maqtab yotishdi. Nega? Yoki bilimsizlikdanmi? Bilim yetishmayaptimi? Chunki O'zbekistonda 90% ginekolog ayollarga spiralni 100% xavfsiz, 100% rakdan, hamma narsadan himoyalaydi deb ayollarga noto'g'ri ma'lumot berishyapti. Nega? Bilimsizlikmi bu yerda? Bilasizmi, bu yerda birinchidan ular ko'p vrachlar protokol bo'yicha ishlashadi. Ulardan talab qilingan protokol bo'yicha ishlashadi va protokol bo'yicha spiral qo'yish shart, hammaga ular отчет berishadi. Mana shu oyda o'zimning uchastkamda mana shuncha odamga spiral qo'ydim deb отчет berishadi. Va ular tug'ruq ko'paygan sari переживать qilishga boshlashadi. Chunki hozirgi yoshlar, bizga pokoleniyaga nisbatan hozirgi yoshlar ancha smелый bo'lib qolishgan. Bizlar 2 ta, 3 ta tug'ib tinchib qolganmiz, hozirgi yoshlar 5 ta ham, 7 ta ham, 10 ta ham tug'ishyapti, qo'rqishmayapti. Shuning uchun bu tug'ruqni biroz kamaytirish uchun shunaqa programma, spiral qo'yish programmasi juda ham oldinga qo'yilgan. Siz prosta ayollardagi o'zgarishlarni, sog'lig'idagi muammolarni spiraldan ayollarga rostini aytasiz, to'g'rimi? Da, men rostini aytaman, отговаривать qilaman, tushuntiraman, убедить qilaman, misollar bilan tasdiqlab, holatini o'zi analizlarini ko'rsatib, tasdiqlab beraman, что spiral zararligini. Shunda qizlarjonlar, albatta alternativa so'raysizlar. Men boya o'zim kanalimda efir qildim, o'sha efirim yozilmay qoldi. Diyoraxon efir yozib olamiz. O'sha efirimda qizlarga spiralni, mana masalan, qanaqa holatlarda spiral qo'yishadi. Ba'zi ayollarga yurak kasalliklari bo'ladi, yurak kasalliklari. Mana shu yurak kasalliklarida o'zi spiral ham, tabletkalar ham
Ani implanton ham hech narsa mumkin emas. Shu darajada bo'ladiki, ba'zan erkaklar uquvsizlik qilishadi, saqlanisha olmaydi. Xullas juda sabablari ko'p bo'ladi. Ba'zi holatlarda o'sha spiralli agar shikastlanib, holatdan og'ir holatga tushirib qo'ymasa, bir nechta doktor konsultatsiya qilib, ma'lum bir muddatga 5-6 oyga может быть qo'yishga man ruxsat beraman. Ba'zi исключенияларда yurak kasalliklarining shunaqa bir holatlari. Lekin boshqa kasalliklarda hammasida men yo'q deyman. Men har doim saqlanishni erkaklarning bo'yniga qo'yinglar. Вообще shariatdan erkaklarning bo'yniga qo'yilgan. Bu birinchidan. Ikkinchidan, mana shu tug'ruqdan keyin bachadon ichi shunaqa bir nozik bo'ladiki, 60 kun davomida uni ichida boyagi yo'ldosh turgan zona, xuddi bir yaraga o'xshagan zona, o'sha epitelizatsiya bo'lib bitishi kerak. Shu vaqtda spiral qo'yib qo'yishadi. Bechora ayol kishi tug'gandan keyin bitta ham menstruatsiya bo'lmasa ham quruq holatida spiral qo'yib qo'yishadi. Qo'ydirmanglar qizlar. Menga majburlab olib chiqishdida qo'yib qo'yishdi deyshadi. Majbur qilgan bo'lsa nima 2-3 yildan ko'tarib yuribsiz deb aytaman. Shu darajada hozir O'zbekistonda implanon degan da, million auditoriyalik blogerlar maqtayapti, zo'r ekan, umuman zarari yo'q ekan. Shu yangi reklama qilinayotgan metod haqida nima deya olasiz? Qaranglar, men spiralli asoratlardan bittasi eng katta asorat rak ekanligini qayta gapiraman. Rak endometriya degan rak bor-da, rak turi. Bachadon ichi qavati slizistisini endometriya deyiladi. Bachadon 3 ta qavatdan iborat. O'sha endometriya miyometri serozning qavati. O'sha endometriysi именно bachadon ichi silliq qavati. Mana shu yerdagi rak jim o'tiradi. Jim o'tiradi, mana shu esingizda bo'lsin. U hech qanaqa klinika proyevляtsiya qilmaydi. Sal ko'proq qon ketib qolishi mumkin. Sal sikliz buzilishi mumkin. Og'riq bo'lmaydi. Rak endometriya, polipoz endometriya juda ham kech aniqlanadi va uni diagnostika qilishda o'sha kech qolinadi. Keyin surishtirib kelinganda, u ayol kishi yillar davomida spiralda yurgani aniqlanadi. Shuning uchun o'zinglarni yaxshi ko'rsanglar, spiral qo'ydirmanglar. Sizlar mana spiral ko'tarib yurib, yillar davomida 40 yoshdan keyin, 45 yoshdan keyin yosh ko'rinmoqchi bo'lasizlar-da, yuzingizga bir narsalar surasizlar, sepasizlar, ukol qilasizlar, torttirasizlar, hamma narsa qilasizlar, yosharmoqchi bo'lasizlar. Agar yosh saqlanishni xohlasanglar, yoshlikdan salomatligingizni ustida qayoringlar. Yoshlikdan shu teringlarning sog'lom bo'lishi uchun kurashinglar. Keyin уже kech, uni foydasi yo'q. 1000 yuzinglarni torttirasizlar, 1000 bir narsalar, 1000 narsa, 100 ta narsa yuzingizga ukolini qilinglar, hamma narsa chiqib ketgan hozir. Foydasiz. Chunki spiral ko'tarib yurib, sizlar eng kerakli narsa bo'lgan kollagenni yo'qotasizlar. Implanon to'g'risida so'rayapsiz. Implanon ham gormon. Men umuman gormonal tabletkalar ichishiga ayollarni qarshiman. Temamiz spiral bo'lgani uchun men hozir bu temaga o'tmoqchi emasman. Chunki gormonlar ham o'z ishini qiladi. Qon tomir kasalliklari, miya qon tomirlariga nagruzka, shitavitkani, to есть buqa bezining faoliyatini buzilishi, ko'krak bezi kasalliklari ko'payib ketishi, terining qurib ketishi, ayol kishisining jizzaki, libido pasayib ketishi, umuman to'shakni xohlamay qolishi va hokazo bu gormonal tabletkalarni xohlamasligim. Implanon ham xuddi shunaqa progestin, ya'ni o'sha gestagen tarkibida uni tarkibidagi o'sha gestagen sababli, ya'ni gormon bo'lgani uchun men bunga ham qarshiman. Ayollar mana Saudiyada bitta bemorim bor, kechagina telefon qilib aytibdi. Ketma-ket tug'di-da, oxirgi tuqqanida, avgust oyida Toshkentga borib tuqqanida, srazu 40 kun ichida implanon qo'yib qo'yishibdi unga. Mana hozir mana yanvar bo'lsa, necha oylik bo'ldi bolasi, 6 oylik bo'ldimi? Shu menga shikoyat qilib chiqdi. Nima qilay, juda ham anaqa bo'lyapti. Mazam bo'lmayapti. Qadar holsizman, kuchim yo'q, ishimsa yoqmayapti, ertalabda turgim kelyapti deb shikoyat qilyapti. O'shaning uchun Instagramingiz aylanib ketdi. O'shaning uchun men unga aytdimki, birinchi navbatda dedim, implantonni olib tashlash kerak. Lekin siz hozir implantonni olib tashlasangiz, qon ketib qoladi dedim. Olib tashamang hozir. Men sizga ba'zi bir kerakli muolajalarni qilib beraman dedim. Mana o'zim o'rgilaysan da. Navaram kelib yordam berib ketdi.
Shu anaqa implantni olib tashlash kerak dedim. Implantni bu yoqdan qo'yib, bu yoqdan olib tashlasanglar qon ketib qoladi qizlar. Shuning uchun uni olib tashlashga ham tayyorgarlik ko'rishinglar kerak bo'ladi. U hozir Saudiyada bo'lgani uchun O'zbekistonga borarkan 1-2 oyda o'shanda borganingizda o'sha yerda olib tashlang. Uziy qilishimiz va agar mabodo qon ketib qolsa, qon to'xtatuvchilarni erta bemalol ola olasiz deb aytdim. Zotan emuzuli ayolga bunaqa katta dozada gormon saqlagan o'sha mirenani ham implantni ham qo'yishga men qarshiman. Kerak emas. Keyin bilasizlarmi, homiladan saqlovchi ukollar bor, IK deb aytiladi, har 3 oyda qilinadigan. O'shani ham hech qachon qildirmanglar. Hech qachon qildirmanglar. Kim aytsa ham qildirmanglar. Depo proverala bor va hokazo. Muborak Qatdan keldi bu doktor deyishyapti. hozir men 100% bilaman, hamma ayollar aytyapti, voy dod, hamma narsa mumkin emas bo'lsa qanaqa saqlanamiz deb aytishyapti-da. Mayli, men o'zimni tabiiy saqlanish metodim haqida qisqa gapirsam. Diyoraxon, gapiring. Diyoraxon, 1 minut. Sizni tabiiy saqlanish usulingiz zo'r. Lekin mendan albatta so'rashadi, men bitta ikkita tayyorgarlik ko'rib qo'ygan savol bersa kerak degan niyatda ba'zi bir narsalarni sizga tashladim, kanalingizga tashlab qo'ydim. Ya'ni saqlanish uchun nimalar mavjud hozirgi hamma gapiradi, hozir 21-asr-ku, nimaga saqlanishga hech narsa yo'qmi deyishadi. Zotan shu o'tgan asr 60-70-yillarda saqlanish uchun tabletkalar chiqqandan mana shu Yevropadagi ayollarchi oylab menstruatsiya ko'rmasdan ichishdi. Ya'ni har menstruatsiya ko'rganda har bir ayol bundoq oynaga qarasachi, qanaqadir 5-6 kundan keyin so'libroq qolganini, qovalarini ishibroq qolganini sezadi. Keyin yana 1 oy davomida tiklanib ketadi. Yana 5-6 kun menstruatsiya ko'rganda rangi siniqqanini sezadi. Shu narsani bartaraf qilish uchun chet eldagi ayollar, Yevropadagi ayollar, Amerikadagi ayollar mana shu homiladan saqlovchi tabletkalarni yillar davomida menstruatsiya ko'rmasdan ichishni odat qilib olishdi. Keyin qarasa, buni pobochkalari juda ko'p ekan. Juda ham zarar ekan. Ya'ni birinchi pokoleniya chiqqan gormonal tabletkalar juda ham anaqa dozasi katta bo'lgan. Keyin ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi pokoleniya anaqalar homiladan saqlovchi tabletkalar chiqib ketdi. Ularning ham hammasini o'ziga yarasha preimуществоsi bor, o'simlikdan olinganlari bor. Zarar tarafi juda ham ko'pligi hozirgi kunda уже ma'lum. To'g'ri, bu farm kompaniyalarning biznesi, farm kompaniyalar albatta o'zining dorisini sotishni xohlaydi, puli aylanishni xohlaydi. Ayollarga tavsiya qilinadi, kompaniyalar yuradi, katta vrachlarga, taniqli menga o'xshagan vrachlarga pul berishadi, reklama qilib bering shuni, mana shu dorini. Sizlar o'ylayapsizlar, menga reklamaga chiqishmaydi. Men bu dorini reklama qilib bering deb aytishaman, yo'q deyman. Menga zarar keltiradigan bo'lsa kerak emas deb aytaman. Shuning uchun men to'xtamoqchi bo'layotganim, saqlash uchun, homiladan saqlash uchun salfetkalar bor. Nanoksil tarkibida bor, svechalar bor, gellar bor, antispermitsidli gellar bor, kalpachoklar bor, ya'ni ayollarni prezervativi deyiladi. Sellyulozali homiladan saqlovchi gubkalar bor. Bulardan qo'llansanglar bo'ladi, svechalar bor. Bularni hammasini tashlab beradilar Diyoraxon. Ularni ham da foyda taraflari, zarar taraflari bor. Men o'sha yerda Novaring degan homiladan saqlovchi bir vositani, kalsionni qo'ydim, lekin u ham gormonalniy. Uni ham bor yo'g'i 1 oyga, 21 kunga qo'yasiz. Bor yo'g'i 21 kunga qo'yasiz, bir martagina ishlatasiz, har menstruatsiyangiz 3-kunida uni qo'yishingiz kerak bo'ladi. Yangisini qaytadan qo'yilmaydi. Keyin Evra degan plastir bor, qo'lga yopishtiriladigan, har 7 kunda almashtiriladi, u ham 21 kunlik, lekin bular ham hammasi gormon. Esingizda bo'lsin. Gormon hammasi. Endi antispermitsidli gellar, har xil kremlar, har xil svechalar chiqib ketgan. Patentex Aval bor, Pharmatex bor, Nanoksil bor, ya'ni ko'p svechalar. Ular ham yaxshi. Ularning bitta yaxshi xususiyatlari bor, masalan, jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalarni bartaraf qilishga, spermatozoidlarni o'ldirishga, antispermitsidli действияsi bor. Ular qo'llay olsanglar, sizlarga zarar yetkazmasa, qo'llab yursanglar bo'ladi. Lekin bu antispermitsidni o'sha gellarning tarkibida spermatozoidni o'ldiradimi, ya'ni kuchsizlantiradimi? Demak, slizistiyni ham ayol kishining slizistisiga ham zarari tegadi. Ko'pchilikdan shikoyat, shuni ishlatgandan keyin yomon bir soat achish lo'llaydi deb aytishadi. Men buni ko'p eshitaman-da. Agar shunaqa holat kuzatilinsa, uni qo'llamaysizlar.
Xo'pmi? Yana bitta narsa bor, menga ko'p chiqishadi. Homiladan saqlovchi pastenor, ya'ni bir haftada bir marta ichish mumkin bo'lgan, saqlanmagan jinsiy hayotdan, yaqinlikdan keyin 72 soat ichida ichish kerak bo'lgan tabletkalar bor. Bir oyda 4 martagina ichsa bo'ladi, lekin u ham gormon, uni ham tarkibi levonorgestrel. Uni ham ichish mumkin emas. U ayniqsa jigar faoliyatini juda ham yomon ishdan chiqaradi. Mana. Yo'q sizga. Muborak opa, rahmat. Bilasizmi, sizni soatlab odam eshitgisi kelyapti. Ichingiz to'ladi. Men o'zim qiziqib ketdim sizni bilimlaringizga. Endi ko'pchilik mendan ham so'rashyapti, sizni metodingiz qanaqa? Qizlar, men o'zim 2012-yili farzandimni dunyoga keltirganmanda, padriyat o'g'lim tug'ilib qolgan. 10 oylik chaqalog'imda ikkinchida homilador bo'lib, padriyat ikkita farzandim, keyin meni onam bachadonlaridan spiral sababli bachadonsiz qolganlar-da. O'sha narsa esimda qolgan. Onam operatsiya bo'lib qiynalganlari, o'shanda spiral qo'ydirmayman hech qachon deb qo'ynimda tugib qo'yganman. Keyin bo'pti, qanaqa saqlanaman? Aman tabiiylik tarafdoriman, gormon ichmayman, tanamga gormon tekkizmayman deganman-da. Spiral ham xohlamayman. Shu paytda mana shu chet elda o'qib kelgan bitta ayol, Rossiyadan o'rganib kelgan ayol shunaqa ustozlik qilib, mana shunaqa tabiiy saqlanishni o'rgataman. Ziyora, u juda ham zo'r sistema. Boshida sal pasaytira olasizmi telegramma? Chunki ovozim bularga ehodek kelyapti-da. Ayolni 100% sog'lom, 100% tabiiy ovulyatsiyani aniqlash va 99.7% garantiya bilan aniqlash yo'li bor deganda. O'zim shunaqa saqlanaman va mana shunaqa o'rgataman. Shunaqa xursand bo'lib ketganman. Menga bu katta umid bergan. Voy, shunaqa men orzu qilgan metod bor ekan va ixlos qilib o'rganishni boshlaganman. U metodda qanaqa? Kalendarniy, bazalniy temperatura metodlari bor. Bu boshqacharoq. U yerda 4 ta strahofkali metodda. Ya'ni faqatgina bazalniy temperatura emas, u yerda sheyka ham o'zgaradi-yu, ovulyatsiyadan 6-7 kun oldin ochiladi, yumshaydi, tepaga chiqadi. Keyin выделение o'zgaradi. Выделение ham 6 kun oldin, ovulyatsiyadan 6-7 kun oldin estrogen gormoni shu выделениyalarni shaffof выделение paydo qilishni boshlaydi. O'sha orqali plus temperatura, undan tashqari karta, 4-yilgi kartaga har birini birma-bir belgilab, mana shu 4 belgi orqali shunaqangi hammasi bir-birini informatsiya beradiki, mana shu kuni ovulyatsiyam bo'ldi. Всё, men endi 100% xavfsiz jinsiy yaqinlik bilan jinsiy yaqinlik qila olaman deb shuni o'rganganimdan keyin tanamni o'rganib bildimki, ayol organizmi har doim informatsiya berar ekan. Prosta ayollar o'zini his qilishi, o'zini o'rganishi bilishmaydi. To есть bilimsizlik sababli. O'zi mana Muborak opa ham aytadilar, ayollar organizmi faqat bir oyda bir kungina 24 soatga tuxum hujayra chiqadi oplodotvorение. Ya'ni spermatozoid bilan ko'rish uchun. Bir kungina keyin nobud bo'ladi, to'g'rimi? Ovulyatsiya bo'lgandan keyin chiqqan tuxum hujayra 24 soatgacha yashaydi. Вот. O'shani aniqlab, shunaqangi 100% Muborak, siz bu metod haqida eshitmagan ekansiz. Shunaqangi tana 100% beradi, lekin bu degani har safar bir kunda bo'lmaydi ovulyatsiya. Qayergadir chet elga chiqsam o'zgarib ketadi. To'g'ri. Uxlamasam stress. Bu ham inobatga olingan deb metodda. Ya'ni o'shalarni ham belgilaysizda, ovulyatsiya surishsa ham uni ham aniqlay olasiz. Prosta atigi masalan qiyin deb tuyulishi mumkin, 2 daqiqa ketadi. Har kuni ertalab turaman, temperaturamni spesialniy gradusnik Amerikadan zakaz qilganman, o'shanda o'lchayman. Keyin sheykani tekshiraman, выделениyani tekshiraman, hammasini kartaga belgilayman. O'zimni holatimni, nima his qilaman, 2 daqiqa o'zimga e'tibor beraman. Har kuni, no zato qarang, Muborak opa, sizga zo'r narsa aytaman. 14 yil bo'lsa turmushimda siklim, hayzim o'zgarmagan. 3 kun keladi. Chunki tanaga tegmasangiz, tana masalan gormon ichmasangiz, u soatdek ishlar ekanda. Ayollar prosta shu gormonal narsalar ichib yoki spiral orqali o'sha narsani buzib yuborishar ekan. Lekin ayollar organizmi har doim o'zini tuzatish, o'zini
tiklash qobiliyatiga ega. То есть nimadir не то bo'lsa ham to'g'irlab oladi. Da, qaysidir payt ovulyatsiya bo'lmasligi mumkin. Bir yilda bir marta sezaman o'zim. Ovulyatsiya bo'lmagan paytini ham bilaman. Yoki charchaganimda menda estrogen yomon ishlayotganini ham bilaman. Yoki skachok past bo'lsa, voy menda progesteron yomon ishlayapti deya menda nimadir hozir to'g'irlashim kerak deb to'g'irlab olaman. Shunaqangi endi men aytishingiz mumkin, bu sizni noningiz, yo'q, unaqa emas. Men o'zi ko'p menda уже hozir kursim tugagan. То есть ko'p odam olmayman-da, joy yo'q. Nima aytmoqchimanki, menda emas, mana o'rganaylik, chet elda rosa ko'p bunaqa kurslar. Yoki internetdan informatsiya olaylik, lekin shunaqangi sog'lom va zo'r metod ayollar nafaqat sog'lom qiladi, tanasini sevdiradi. Chunki men bilaman, holatim ham o'zgaradi-da. Hayzda nimaga nervniyroqman, nimaga birinchi fazada xursandman. Estrogenoviy faza bor, birinchi faza, ovulyatsiya. Nimaga juda tushkun bo'lib qoldim? Chunki hammasiga gormonlarimni qaysi paytda qanaqa ishlayotganini ham sezib olasiz-da. Agar ayol prosta har kuni o'ziga e'tibor bersa. Bu metodning bitta minus tarafi bor, sizga aytaman. Hamma narsaning minusi bor, bilasizmi? Albatta. Bu metodning minus tarafi ayol juda ham qunt bilan qilish kerak. O'sha 2 daqiqani har kuni e'tibor berish kerak o'ziga. Har kuni o'ziga e'tibor. Chunki buni pala-partish o'rganib qilsangiz, homilador bo'lib qolishingiz mumkin. Lekin har kuni e'tibor bersangiz bo'lmaysiz. Ya'ni men har kuni sheykamni, anaqalarimni, выделениялаrimni, temperaturamni tekshirib kontrol qila olaman. Даже shamollatsam ham temperaturam baland bo'lib ketadi, lekin bu yerda выделенияларim boshqa informatsiya berayotgani uchun bir-birini anaqa bo'ladi. То есть temperaturam xato ma'lumot bo'lsa ham, men boshqa ikkita belgidan o'rganib olaman. Bu metodda yana ikkinchi minusi o'rganishga boshida masalan 4-5 oy kerak bo'ladi. Diyoraxon, Tanisi. to'g'ri. Mana qarayman, siz ozgina hozir gapingizni bo'laman. Lekin oxirgi gapim. Da. Lekin bitta o'rganib olganimdan keyin men mana 14 yildan beri sizga to'g'risini aytaman, ginekologlarga ishim tushmadi-da. Siz masalan siz borib bo'ling, sizdagi yangi ginekologlar ko'paysin. Men aytmoqchimanki, mazza qilib bitta lekin ayol o'zini tanasini o'rganib olsa, butun umr sog'lom yashay olar ekan, agar o'zini yoshligidan avaylasa. To'g'ri. Men buni tarafdoriman. Masalan, menga hamma yoshimni so'raganda hech kim meni yoshimni o'zimga berishmaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, saqlanish uslublaridan biri o'sha kalendar bo'yicha saqlanish, bu qadimdan ma'lum bo'lgan. Qadimdan men masalan biza o'zimizni uslubimiz shu bo'lgan. Meni ikkitagina bolam bor, kalendar bo'yicha saqlanib yurganman. O'zim masalan o'zimga olib to'xtaladigan bo'lsak. Va bu kalendarning uslubni hammaga o'rgatganman. Buni qo'llash uchun boyagi siz aytganingizdek, ayol kishini birinchi navbatda asabi yaxshi bo'lishi kerak. Chunki ovulyatsiya tuxumdonlardan chiqadigan gormonlar gipotalamo gipofizarniy sistemaga juda ham bog'liq. U sistemada buzilish bo'lsa, uni ovulyatsiyasi tartibsiz bo'ladi. Ayol bir oyda 2 marta ovulyatsiya bo'lishi mumkin. Ayol 3-4 oylab ovulyatsiya bo'lmasligi mumkin. Ayollarda 28-30 yoshgacha sog'lom ayollarda. 28-30 yoshgacha ochlik bilan hali tuxumdonda ovulyatsiya bo'lib turadi har oyda. Keyin 33-34 yoshdan keyin tuxumdonlar dam oladi. Mana shu ovulyatsiyani kontrol qilish, kalendar bo'yicha kontrol qilish bu eng yaxshi uslub hisoblanadi, Diyoraxon. Siz buni targ'ib qilayotganingizga men zaman. Men agar ayollar o'zini ovulyatsiyasi qanaqa bo'layotganini tekshirib yursa, hozirgi 21-asrda ovulyatsiya testlari bor. Ovulyatsiya testi bilan kalendarini olib bora olsa, mana shu bir necha oy davomida shuni o'rgatman mana. Kalendar bo'yicha qanaqa saqlanishi va o'zini ovulyatsiya kunlarini bilib olishi, uning uchun turmush o'rtog'ini spermasini qanchalik aktivniligini, qanchalik yashovchik yasha oladiganini ham bilish kerak. Ba'zi shunaqa erkaklar borki, spermatozoidlari o'zi spermatozoidda 2 kundan 5 sutkagacha yashasa, ba'zi bir erkaklarning spermatozoidlari 7 sutkalab ham yashaydi, живучий bo'ladi. Tushunasizlarmi? Bu narsa ham muhim. O'sha kalendarning saqlanishda erkak kishining spermatozoidlari qanchalik aktivniligi ham juda muhim. Va ayol kishi saqlanish jarayonida mana bu kunlarda saqlanamiz, mana bu kunlarda bemalol saqlamaymiz deymiz. Lekin yoshi o'tgan sari, ya'ni 35 yoshi o'tib ketdi deb aytmayman, yoshi kattalashgan sari
Ovulyatsiya kunlari buzilishga boshlaydi. Mani praktikamda hayzini 5-kuni homilador bo'lib qolgan ayollarim bor. Hayzini 28-kuni homilador bo'lib qolgan ayollarim bor. Chunki tuxumdonlar mana shu klimat o'zgarishi, stressga tushishi yoki dieta hozir moda bo'lgan. Ayollar dietalarga o'tirib olishadi, kerak emas narsalarni yeyishadi, yoqtirgan yegisiga yeyish kerak bo'lgan narsalarni yemay stressda yurishganda, bu albatta kortizolni ko'payib ketishiga, kortizoldan keyin progesteron uning ichidan chiqa olmay qoladi va ovulyatsiyaga juda ham katta ta'sirini ko'rsatadi bu holatlar. Shunda ayol kishi o'zini o'sha ovulyatsiya kunlarini bilish uchun ovulyatsiya testlarini qo'yib yurish kerak bo'ladi. Bu juda yaxshi kalendar, yaxshi uslub. Agar ayollarga shuni o'rgata olsangiz, yaxshi uslub. Kalendarning metodda bitta minusi bor. U yerda faqat hisob-kitob qiladi ayollar. Siz aytganingizdek, ovulyatsiya sakrab ketadi. Mana shu 5-kuni ham bo'lib qolishi, даже hayz ichida ham bir xillari ovulyatsiya bo'lib qolishi mumkin. To'g'ri. Shuning uchun ham bu metodda hisob-kitob emas, imенно ayol tanasiga e'tibor beradi. Chunki tana ovulyatsiyadan oldin baribir ham beradi belgi. Albatta, chunki ovulyatsiyadan oldin sizga kalendarniga mashina qo'shishi tarafdoriman. Ovulyatsiyadan oldin anaqa ayollarda libido oshib ketadi. Ko'p ayollarda. Chunki gipofizda FSG, LG katta miqdorda chiqishga boshlaydi-da, ovulировать qilish uchun. Gonadotropinli katta miqdorda chiqqani uchun ayol kishida ko'p ayollarda libido oshib ketadi. Bu norma. Ko'p ayollar shundan sezadi ham. Ovulyatsiya bo'lganini. Lekin ovulyatsiyani sog'lom ayol sezishi kerak emas. Masalan, og'riq bilan bir xilda og'riydi, sezdim. Yo'q, ovulyatsiya bu og'riqli holat emas. Bu normada ayol kishi sezishi kerak emas. Siz boya aytganingizdek tanasini o'rgangan, o'sha tanasida bo'layotgan o'zgarishlar, terini ho'lloq bo'lib qolishi, yog'liroq bo'lib qolishi, asabi, sochlari jilodor, настроенияsi yaxshi bo'lib qolishi, mana shu taraflar bilan o'zini organizmini yaxshi biladigan ayolga albatta bu juda yaxshi. Tak, yana shu tarafdan ayol o'zini tanasini nihoyat tushunishni boshlaydi. O'zini kayfiyatini, holatini, nega u 4 faslga o'xshab o'zgaruvchanligini. Aslida biz ham mana bizani o'zi fazamiz 4 fasl. Men shuni o'rgataman qizlarga. Menstruatsiya davri bu qish fasli qizlar. O'sha paytda sizlarda energiya 0 bo'lib qolishi normasida tozalanasizlar. Keyin bahor keladi. Bahorda energiya sal ko'payishni boshlaydi. Keyin уже yoz, to есть siz homilador bo'lib qolishingiz payti estrogeningiz baland bo'ladi, sizni energiyangiz ko'p bo'ladi. Shunaqa paytga hattoki qanaqadir proyektlar, kurslaringiz yoki qanaqadir ishlaringizni qilsangiz zo'r bo'ladi, chunki o'sha paytda ayol pikka chiqadi. Keyin kuz keladi. Kuzda esa gormonalniz pastga tushib ketadi, o'zingizni qanaqadir tushkun qilib qolish. Bu ham norma. Naborat o'sha paytda xotirjam bo'ling. Ko'p o'zingizni urintirmang deb ayollar nihoyat nega men lanchman yoki nega men unaqaman deb savol bo'lmaydi. Mana o'sha o'quvchilarim aytadi, Ziyorapo, nihoyat men o'zimni qabul qilishni boshladim, har xil holatlarimni, har xilligimni, xuddi fasllarga o'xshab. Undan tashqari mana bu ovulyatsiyani anaqalar выделение yoki sheykalarni ham voy, aqlim, tanamizda qanchalik aqlli ekan. Shunaqa bizga ovulyatsiyadan 7 kun oldin даже xabar berar ekan. O'zi sekin-sekin ochilishni boshlaydi, shuni ham o'zi sezishni boshlaydi. Albatta, ayol kishi juda ham bu narsani yaxshi sezadi. Lekin ayollar aytaman, bu metodni o'rganish uchun juda ham o'zini yaxshi ko'rib, qadrlab, o'ziga vaqt ajratish kerak. 2 daqiqa ham vaqt ajratish qiyin-da, bir xil ayollar. Diyoraxon, ovulyatsiyaning alomatlaridan eng birinchi narsa ayollarning ko'kragi sezuvchan bo'lib qoladi. Chunki progesteron ishlab chiqarilishga boshlaydi. Ayollarning ko'kragi sezuvchan bo'lib qoladi, kattaroq bo'lib qoladi, ko'krak uchlari sezuvchan bo'lib qoladi. Albatta libido oshadi, uni anaqasi настроенияsi ko'tariladi. Bular hammasi shu gormonal tizimni mana shu grafikada o'zgarib turishi. Bu juda ham muhim. Tak, endi biroz savollarga o'tamizmi? Mayli. Muborak doktorjon, sizga va qizimga katta rahmat. Bu tema bo'yicha ko'proq yoshlarga kerak. Mana shunaqa hisoblayman. EJKni so'rashyapti. EJK haqida qisqa ayta olasizmi? U ham zararmi deb so'rashyapti. EJK haqida videolarim bor. Ya'ni DHS deyiladi rus tilida, bachadon naylarini xirurgik yo'l bilan boylash. Bunga qarshilik joyim yo'q. Lekin bachadon naylarini 42 yoshdan avval boylamanglar.
manga juda ko'p chiqishadi yoshlar. 26 yoshida, 28 yoshda 4 ta tug'dim, 5 ta tug'dim, trubamni boylatdim. Ana endi problema kimnidir turmush o'rtog'i o'tib qoladi yoki ajrashadi yoki bolasiga nimadir bo'ladida, u ayol boshqa yana bir marta turmushga chiqadi. 35 yoshida yoki 40 yoshida ko'p manda, juda ko'p chiqishadi menga. Mana shunaqa bo'lib qoldi, yana tug'gim kelyapti, trubam boylangan edi deb kelishadi. Nimaga unaqa juda ham yosh turbangiz boylab qo'ydingiz? Boylash mumkin. Haqiqatdan ham bu ayol kishiga keyingi safar homilador bo'lishi, tug'ishi o'lim xavfini beradi degan xulosa bersa doktor, shundagina boylaylar. Xo'p, 40 yoshdan keyin o'ylaydi 5-6 ta bolanglar borda, mayli, boylaylar, lekin 40 yoshgacha boylashga men ruxsat bermayman va TXS hech qanaqa zarari yo'q. Chunki bor yo'g'i trubbalarni boylab qo'yiladi. Shu vazifasi, o'tkazuvchan vazifasi boylab qo'yiladi. Spermatozoidlar bemalol ayol kishini chekira oladi, tuxumdonni bemalol ovulyatsiya bo'laveradi, menstruatsiya kelaveradi, ayolligiga hech qanaqa ta'sirini ko'rsatmaydi. Demak, siz zasiz, a? Tushunarli. No, zaman Lekin men 40 yoshdan keyin. o'sha vоспаление boshlashni trubalarda, ЖКdan keyin. ЖКdan keyin naylarida. yo'q, bachadon naylarida именно ЖК sababli, bachadon naylarida vоспаление ЖК sababli bo'lmaydi. O'zi bu gormon. Gormonlar kichkina dozada shamollashishi davolovchi xususiyati bor. Lekin bu ЖК sababli ko'p qon ketgani uchun boyagi bachadonda yallig'lanish boshlanadi. Shuning uchun bachadon naylarida yallig'lanish bo'lishi mumkin. Va ko'p holatlarda mana shu ЖКdan keyin ayollarda ukoldan keyin, boyagi homiladan saqlovchi ukoldan keyin ko'p qon yo'qota boshlaydi-da ayollar. Va bachadon naylariga u yallig'lanish o'tib ketadi. Lekin siz agar endi bachadon naylarida yallig'lanib bo'lgan bo'lsangiz, u narsa yo'q. Yo'q, bo'lmaydi. Shu ayollar ko'p ishlayman, ЖКdan ham vоспаление bo'lganda kelganda ayollar. Yo'q, yo'q. U ЖК sabab emas. Nimadir infeksiya o'sha polovim putyom o'tadigan biror infeksiyani yuqtirgan yoki biror qanaqadir infeksiya o'zi kasallangan, shu qon tomir limfalar orqali o'sha borib qolgan. Keyingi qizda tuberkuloz ko'payib ketgan, hozir ayolda женский a'zoda tuberkuloz ko'payib ketgan. Ana shu tuberkuloz sababli naylarda bachadon ichida hamma yallig'lanish ko'p. Tuberkuloz diagnostika qilish olmayapti. Men ko'p tuberkuloz diagnostika qilaman va tasdiqlanadi. Topshirishmaydi mana shu analizni, ko'p doktorlar tekshirishmaydi. Tuberkuloz faqat ikkita bo'lmaydi, hamma yoq bo'ladi. Ko'zda bo'ladi, terida bo'ladi, oyoqda bo'ladi, jinsga bo'ladi, ham hamma. Shuning uchun tuberkulozga осторожность yuqori juda ham. Men yosh bola bilan ertalab temperatura o'rtashish bo'lmaydi yo'q. Men o'zim kichkina farzandni chaqaloqni ushlaganman-da. Bu to'g'ri, ayol lekinchalik sog'lig'ini birinchi o'ringa qo'ya oladi. Ya'ni men uchun juda ham muhim bo'lgan sog'lom ona bo'lish farzandlarida. Va shu chaqalog'im 1 yosh bo'lganda o'g'irlab ketardi temperatura termometrni. Orqadan yugurib yurardim. Bunaqa narsalar bo'ladi. Rostdan yosh bola bilan qiyin, lekin shunaqa kuchli edi xohishim. Spiral qo'ydirmaslikka yoki gormonal dori ichmaslikka qidirib topib bekitib qo'yib ertasi kuni yana o'lchirdim, yana qilardim. Xohlagan odam, juda muhim odam, o'zini sog'lig'i muhim, qadrlagan ayol topadi. Lekin birinchi o'ringa o'zini bo'lmasam o'zini sog'lig'ini emas, birinchi o'ringa o'sha har kungi uy yumushlarini qo'ygan ayol albatta topolmaydi. Lekin bizdan sog'lig'imiz bo'lmasa, oilamizda hamma narsa sochilib ketadi, ayollar. Ayollar sog'lig'i bo'lmasa. Hozirgi kunda ovulyatsiya testlari bor. Qizlar ovulyatsiya testlarini qo'yishni o'rganib olinglar. Agar bazal temperaturani o'lchaginglar kelmasa, unga imkoniyatingiz bo'lmasa, bolanglar xalaqit qilsa, turmush o'rtog'inglar yordam bermasa, albatta siz uyg'onganingizda ko'p holatlarda bolali ayollar bolasi uyg'ongandan keyin uyg'onadi. Ko'p ayollar. Albatta bolasiga qarash kerak. U dotlab tashlaydi, u dotlasa oila a'zolari urushib tashlashligi mumkin. Hammaning oilasida har xil sharoit, to'g'ri. Ovulyatsiya testlarini qo'yishni o'rgansanglar bo'ladi. U ham juda yaxshi показатель. Tak, biza xohlasanglar Telegramdan ochamiz. Savol berishadimi? Ha, mana bu yerda Telegramdan ochildi, chunki Instagramga javob berdik. Hammaga ulgurmayapmiz, chunki 800 ta odam, ishonasiz, 755 ta odam. Xursandman. Hozir ko'ryapti.
Biza Umu Abdulloh sizga ochib berdi mikrofonni. Yana kim? Sarafroz sizga ham ochdim. Gapiring. Savolingiz bo'lsa bemalol beringlar. Bankir, parapsixolog. Kim yana? Bir nechta odamni mikrofonini ochyapsiz bir ochganingizda. Endi hamma ochaman-da, indamay qolishadi. Хорошо. Qizlar savolinglarni beringlar. Juda ham ko'p ayollarga muhim ekan. Qizlar, sizlar mikrofoninglarni ochdim, bemalol savol bersanglar bo'ladi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Beravering savolim, hech kim gapirmadi. Xo'p, Bering savolingizni. menda shu aytib o'tgan narsalaringiz hammasi bo'lyapti-da, shu kunlarda 10 kun mesячныйim keladi, qon ketadi, aytganingizdek ferritin eng pastiga tushib ketgan 80 gemoglobin. Hamma aytayotgan narsalaringiz bo'lyapti-da. Ginekolog yuraman qiynalib, spiralim bor. Lekin Ziyorat kurslarida rosa o'qigim keldi, sal finansiy tarafdan qiynalib turdim. Lekin boshqa yo'l qidiryotgandim. Sizlar bugun menga atvet berdinglar, lekin hali ham anu определиться qila olmayman o'zi nimada to'xtashga. Qaysi dorida, qaysi usulda saqlanishga to'xta olmayapman. Yana bitta savol qiziqtiryapti. Sizga konsultatsiyaga yozilsam bo'ladimi? Da, savolingiz tugagan bo'lsa, men hozir birinchi savolingizga javob beraman. Albatta, birinchi qo'yadigan qadamingiz spiral olib tashlash kerak bo'ladi. Xo'pmi? Qo'rqmang. Spiral oldirishga qo'rqmang. Spiral oldirganingizda albatta saqlanishni turmush o'rtog'ingizni bo'yniga qo'ying. Shuni ugovoriz qilishga harakat qiling. Siz aytingki, mana shu spiralsiz va siz rezinka kiymasdan saqlanish uslubini o'rganganman. Bunga ma'lum bir vaqt ketar ekan, balki 2 oy, balki 3 oy vaqt ketar. Men o'rganaman diyor opamdan. Shu vaqt ichida siz bo'yningizga oling saqlanishni. Keyin men o'zim mana shu saqlanishni o'rgangandan keyin o'zim mana shu kalendar bo'yicha to'g'rilab yuraman. Chunki spiral qanchalar zarar ekanligini mana shu opani profillariga kiringda, eshiting deb ayting. Men bir necha marta Instagramda video qo'yganman. Hani kuni qisqagina 30 sekundlik qo'ydim. Undan oldinroq bir 5 minutlikmi video qo'yganman spiral zararlari to'g'risida. Kanalimda ham juda katta mavzu bor spiral zararligi to'g'risida. Shuning uchun tushuntiring, bu abort qiluvchi vosita ekan. Har safar bitta homilani olib tashlayotgan ekanmiz deb turmush o'rtog'ingizga tushuntiring. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, konsultatsiya to'g'risida so'rabsiz. Konsultatsiyamni olish uchun kanalimda administratorimga yozasiz. Administratorim sizga meni konsultatsiyamga yozilish uchun nima qilishingizni aytadi. Xo'p, men nutritsiologiyadan ham konsultatsiya beraman, ratsion qilib beraman. Juda ham yaxshi immunologman, chunki meni ilmiy ishim immunologiya bilan bog'liq bo'lgan. Homilani surunkali tushib qolishi, bepishlik, xullas ayollarga tegishli bo'lgan hamma narsa. Tug'ilgan chaqaloq qiz boladan boshlab, u yosh katta 100 yashar onaxonlargacha. Xo'p, rahmat, minnatdorman. Xo'p. Tak, bu yerda ko'pchilik yangi qo'shilganlar bo'lyapti-da. Tabiiy saqlanish haqida yana gapiring. Hozir уже gapirib o'tdim. Bu efir saqlanib qoladi. Men Telegram kanaliga hozir qo'yaman bu efirni. Hamma yana bitta eshitib olsa bo'ladi. Men yana qaytib eshitaman, chunki shunaqa ko'p ma'lumot bo'ldi. Bitta eshitganda inson va biram yanada yaxshi tushunishi mumkin-da. Shuning uchun yana qayta qo'yaman. Tabiiy saqlanish haqida alohida efirlar agar imkonim bo'lsa qilaman. Chunki hozir уже kursim boshlanib bo'lgan. Bu yerda band bo'lib qoldim. Qancha tugatamiz, 1 soat vaqtim bor degan Muborak opa. Xohlasangiz yana savollarga javob bera olsangiz. Mayli, yana bir ikkita savolga javob beraylik, keyin efirni yopamiz. Yana bitta narsa aytaman. Men Instagramdagilar, bu yerda mana Muborak Eminovning profillari bor. Ularga o'tib olib qo'shilib olsangiz bo'ladi. Ularni ham o'rganib chiqsangiz bo'ladi. Juda ham foydali videolar qilganlar. Kim tabiiy saqlanish yopiq Telegram kanalimda bo'lmasa, u yerda efir zapisi bo'ladi. U yerda bo'lmasa, menga bir raqamini shaxsiy xabar orqali yuborsangiz, sizga mana shu yopiq Telegram kanali havolasi yetib boradi. Tak, menchi bu yerda juda ko'p savol keling, bu yerda mikrofonlarni yaxshisiga ochamiz.
Zamirachka mana Nigishani ochdim. Kim birinchi gapirsa, o'sha odam savolini qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Savolim shundan iboratki, mana shu tabiiy saqlanishda bir xil programmalar bor-da. O'shalardan foydalansa bo'lmaydimi? Programma bor. Приложение. Qaysi kunlar Приложение nazarda tutyaptim. saqlaydi. Shu narsa ishlaydimi demoqchiman. Telefonda Apasni. ko'chat qilib oladi. Mayli, Bu- mana shuni aytsam, apasni metodligini. Da, mana Diyoraxon to'g'ri aytyapsiz, opasniy metod bu. Menga aytdi-da, sen shunaqa qilsang, ana men 2-3 yildan buyon shundan foydalanyapman. Menda umuman beremenist bo'lmagan deb aytgani uchun savol beraman. 100% To'g'ri, garantiya yordam bermaydi. yordam berishi mumkin. Nigisha, lekin misol uchun qanaqadir qattiq stressga tushib qolishingiz mumkin yoki qanaqadir ham o'zingizni urintirib qo'yingiz, og'ir ko'tarish ham matkaga ta'sir qiladi. Shu narsa men o'zim 11 yildan beri tanamni o'rganamanda, hayron qolaman qanchalik ovulyatsiyam oddiy og'ir ko'tarsam ham siljishi mumkin. Bachadonimizda juda ham nozik organ, unga hamma narsa ta'sir qiladi. Erimiz qattiq baqirsa ham qattiq bo'lib qoladi. Agar siz bachadonimizda. Shunaqa paytlarda, masalan, har safar o'sha 14-kunda ovulyatsiya bo'lyapti, o'sha bo'yicha hisoblab kelyapsiz. Vdruk ovulyatsiyangiz 14-kun emas, 18-kunga surildi. Yoki 20-kunda surildi. Shunaqa bir yilda bir marta yoki 2 marta shunaqa holat bo'lib qolsa, homilador bo'lib qolishingiz mumkin. Endi Muborak aka, sizni qanaqa anaqangiz bor, fikringiz bor shu bo'yicha? Bu приложение искусственный intellekt yordamida tuzilgan bo'lgani uchun o'z nomi bilan sun'iy deyapti. Tushunasizmi? Sizni tanangizda bo'layotgan hamma o'sha gormonal o'zgarishlar, qon tomirlarda bo'layotgan jarayonlarni boshqara olmaydi. 100% sizga bu narsa garantiya bera olmaydi. Ma'lum bir muddat, masalan, bor shunaqa ayollar 3-4 ta tuqqandan keyin, yana yoki bo'lmasam 2 ta tug'gandan keyin orasida 3-chi tug'guncha ma'lum bir muddat saqlanib turaman deb shu приложениеdan foydalanaman. Mabodo homilador bo'lib qolsam, tug'aman degan maqsadda qo'llashingiz mumkin. Lekin bu приложение yordamida saqlanib yursangiz, homilador bo'lib qolsangiz, oldirib tashlayman degan niyatingiz bor bo'lsa, bu приложениеga orqa qilmang. Da, abort. Mana o'zim bitta savolim. Mana ko'p ginekologlar bu abort emas deydi-yu, chunki haqiqiy abort faqatgina homila joylashgandan keyin olib tashalsa abort hisoblashadi ko'pchilik. Hali joylashmagandan tushib ketsa bu abort emas. Lekin hattoki shu ham ayolga abort yoki menga abort ayollar organizmiga qanaqa ta'sir qiladi? Sizning fikringiz juda muhim. Masalan, ayol kishi homilador bo'lganda, mana ovulyatsiya bo'ldi, tuxum hujayra erkak urug'i bilan uchrashdi, оплодотворение urchidida, уже hamma gormon tizimda gipofizdan boshlab gipotalamus gipofizarniy yechinkoviy sistemada shunaqa programma bo'ladiki, bo'ldi, sen homiladorsan, mana bu sistemalar o'z ishini yopadi degan programma boshlanadi. Ya'ni miyaga va hamma jinsiy a'zolarga va endokrin sistemaga programma beriladi. Hatto immunitetga programma beriladi. Immuniy sistema aytadiki, bu yot jism bo'lsa ham, chunki yo'q edi bu. Yot oqsil, begona oqsil ayol kishining ichiga kirdi, immunitetini itarib chiqarib yuborish kerak qoidasi bo'yicha, immunitet qoidasi bo'yicha. Lekin immunitet dediki, "Yo'q, to'xta, bu bilaman buni yot jismligini, lekin men vaqtincha jim turaman" dedi. Временный tolerantnostga kiradi. Shunda vaqtinchalik jim turaman deganni o'zida butun sistema bunga kirishib ketdi. Ana endi abort bo'ldi. Buzilib ketdi hamma yoq. Hayron. Hamma sistema hayron. Endokrin sistema, immuniy sistema, kravitvorniy sistema, yurak qon tomir sistema, hamma sistema tushunmayapti. Nima bo'ldi? Bu qayerga ketib qoldi? Biz endi nima qilaylik? Ya'ni qo'shimcha gormonal narusheniyaga olib kelyapti, stressga olib kelyapti. Stress ayol kishi uchun homilasini tushganini bilmaydi, lekin immun tizim uchun, butun tana uchun hujayralar tizimida уровнida buzilish kelib chiqadi. Hattoki spiral sababli abortda ham, menga. Da, конечно, u kichkina 3 haftadan 7 haftagacha homilani tushirishga layoqatli spiral. 3 haftadan 7 haftagacha. Ba'zan ayollar bilmaydi 7 haftalik bo'lganini ham.
Homila lo'p etib tushgandan keyin bilib qolishadi. Yoki o'ziga случайно borganda qon ketib yuribdi manda deb borganda, voy sizda homila bor ekan, tushibdi-ya, chala tushibdi deb aytishadi. Assalomu alaykum. Savol bersam bo'ladimi? Eshitilyaptimi? Bo'ladi. Uzr, men darsga ko'chirdim, sal kechroq kelib qoldim. Shu spiral umuman yoqmagani hisobidan 2-3 xilini qo'yib ko'rganman. Keyin oxirgi hozir 4-32-haftada homiladorman. Mana shu tuqqanimdan keyin turba bog'latish degan narsa bor ekan. O'shani qiyorsam demoqchiman. O'shandan fikr so'ramoqchi edim. U ayol kishiga, organizmiga yomon ta'siri yo'qmi? O'shani bilmoqchi edim-da. 3 xil spiral qo'yib ko'rganman. Oddiy mis, kumush, keyin Mirena qo'yganman. Hech qaysi menga yoqmagan. Mirenada umuman kasalim kelmay qolgan, boshqalarida ko'p 12 kun, 13 kun, почти 2 haftalab meshnim ko'p kelardi-da. Qonim kamayib ketardi. Ya'ni spiralni hamma asoratlarini boshingizdan o'tkazgansiz. O'shaning uchun o'sha mana 4-homilam o'sha yaqinda martga bergan. Mana shundan keyin xudo xolasa tug'ib bo'lsam turbani bog'latib tashlayman. Yoshingiz nechida? Yoshim 29da. Trurbalaringizni boylatmang. Hozirgina mana shu to'g'risida savol ko'tarildi va hozirgina men javob berdim. Trubalaringlarni 40-42 yoshgacha boylatmanglar deb aytdim. Vaqtingiz bo'lganda efirni boshqatdan eshiting, nima uchun unaqa deganimni ham tushuntirib o'tdim. Trubalaringiz juda ham yosh ekansiz, 29 yoshingizda boylamayman, sizga tavsiya qilmayman. Xo'p, rahmat. Xo'p, mayli. Spiral ham qo'ydirmang. Qizlar bo'ldimi? Bo'ldi. Dilovar Sultonovadan bitta oxirgi savol. Nima ekan Dilobar Sultonova? Gapiring. Shu agar bo'lmasa tugatamiz. Men sizlarga bitta narsa aytmoqchiman. Muborak opa o'zlarini kanallarida ham ko'p efirlar qilib turar ekanlar-da. Qilaman. Deyarli har hafta efir qilaman. Mana ularni yana chaqiraman. Alohida gormonal dorilar haqida gapirib bersangiz ham zo'r bo'lardi. Gormonal dorilar haqida bo'yicha. Bu ham alohida mavzu-da. Mayli. Yoki yana boshqa mavzularda. Gormonal tabletkalar haqida men qizlar uchun qanchalar zarar ekanligini gapirib berishim mumkin. Hozir qizlarni o'tkazib qo'yishyapti gormonal tabletkalarga. Homiladan saqlovchi tabletkalar bilan menstruatsiya keltirishyapti va oila a'zolari hammasi xursand. Qizimni hayzi har oy kelyapti. Zo'r doktor ekan deyishyapti. Vaholanki gormonal tabletkalar, homiladan saqlovchi tabletkalar ichgani sababli menstrualniy podobnaya reaksiya deyiladi. Bu hattoki hayz hisoblanmaydi. Va uni kelajakda u qizlar bepusht bo'lib qolishiga, umuman hayzi to'xtab qolishiga olib kelyapti. Bu juda ham katta mavzu. Qizlarjonlar, hammanglarga rahmat. Diyoraxon, sizga ham katta rahmat. Tanishganimdan xursandman. Foydali bo'ldi deb o'ylayman. Bizning ayollarimiz salomatligi ustida ko'proq qayg'urishsa, o'zligini yaxshi ko'rishsa va o'zini salomatligini oilada qo'ya olishsa va muhim ayolga, kerakli ayolga aylanishiga yordam bera olsam, men faqat xursand bo'laman. Muborak opa, to'g'risini aytsam, men shunaqa baxtliman sizni topganimga. O'zbekiston ayollari uchun sizni bilimlaringiz juda ham kerak. Ayollar hozir o'zgarishgan, o'zligini qadrlashi, o'zini sevishni o'rganishyapti, sog'lig'iga qarashni o'rganishyapti. Shuning uchun sizni bilimlaringiz bunga olib keladi, men bilaman. Bugungi juda ham foydali efir uchun katta rahmat. Yana keyingi efirlarda ham sizni kutib qolamiz. Bilaman, ko'p savollar ochiq qoldi, lekin xavotir olmanglar. Men ham shu yerdaman, Muborak opa ham o'zlarining kanallarida, men to'g'ri vrach emasman, lekin men ham o'zimning hayotimga aytgan, ko'pchilik bilmasa kerak, 3-farzandimni og'riqsiz tuqqanman, lazzatli tuqqanman. Hamma hayron qoladi, qanaqasiga. Bu imkoni bor. Shunchaki tug'ruq haqida noto'g'ri fikrlar filmlarda berib qo'yilgan. Aslida tug'ruqqa ayol rasvabitsa qilib, juda ham qo'rquvlarni qo'yib yorib, agar tanasiga uylana olsa, tug'ruqni yengil o'tadi. 100-200 ayollar voy oson ekan tug'ruq degan natijalar bordi. Muborak opa, men o'yladim, faqat menda shunaqa natija, lekin qizlarga o'rgatganim sari ish aslida ayollar bilim olinglar, hayot juda ham osonlashib ketadi. Shu bitta gap bilan tugatmoqchiman. Bilim olinglar, o'zingizlar hayotingiz juda ham osonlashib ketadi. Sog'lom bo'lish aslida oson. Shunchaki bilimsizlik xalaqit qiladi. Men bugungi efirimda aynan mana shu haqida gapirdim. Ayollarni tug'ruq davri va tug'ruqdan keyingi davri haqida gapirdim.
o'zimni kanalimda. Mayli qizlarjonlar, hammanglarga xayr, rahmat, savol berganingiz uchun ham, qatnashganingiz uchun ham. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, yaxshi ko'ringlar. Rahmat Muborak opa. Sog' bo'ling. Xo'p, Bizlar rahmat. uchun o'zingizni ustingizda. Siz ham o'zingizni ehtiyot qiling, bizning ayollarimiz ham hammalik o'zligini ehtiyot qilishsin. Rahmat. Xayr.